muntazam ichkilik ichadigan erkak bilan yashash kerakmi? Juda og'ir savol. Menimcha bu savol ko'pchilik ayollarni qiynayapti. Nima uchun erkak ichkilik ichadi? O'ziga bo'lgan bahosi pastligidan, olgan tarbiyasidagi bo'shliqlardan, yomon odatlari ko'payib ketganidan, pul topa olmasa ham aroqqa pul topa oladi. U aroqqa qo'shib bolalarning ko'z yoshini, oilasining sog'lig'ini ham ichadi. Erkaklar ichkilik ichganda farzandlaringiz ko'z oldingizga keladimi? Ayolingizning ko'z yoshi ko'z oldingizga keladimi? Bolalaringizning rizqini ham qo'shib ichayotganligingiz ko'z oldingizga keladimi? Ichkilik ichaverib ertaga siz hech kimga kerak bo'lmay qolishingiz ko'z oldingizga keladimi? Sizdan chiqayotgan aroq hidi bilan go'zal, mo'tabar ayolingiz yashashga majburmi? O'ylab ko'ring. Ayollar, tanlov o'z qo'lingizda. Istasangiz yashang agar va'da bersa, istamasangiz farzandlaringiz uchun o'zingizni ehtiyot qiling.